Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Biz oldingi videomizda aylana bo'ylab harakat haqida tanishib o'tdik. Undagi asosiy tushunchalar, jumladan chiziqli tezlik, burchakli tezlik hamda markazga intilma tezlanish haqida va ularning formulalari haqida ko'rib o'tdik, tanishib chiqdik, misollar ishladik, hayotiy misollarni ham ko'rib o'tdik. Demak, o'tgan videomizning davomi o'laroq bugungi ikkinchi qismimizda yana bir nechta aylanma harakatga doir bo'lgan tushunchalar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videomizni boshladik. 2000 years later. Demak, birinchi tushunchamiz bu davr tushunchasi. Davr deb nimaga aytiladi? Davr bu, ya'ni aylanish davri va davr deb bir marta to'liq aylanish uchun ketgan vaqtga aytiladi. Misol uchun, ventilyatorning parragi bir marta to'liq aylanish uchun 0,2 soniya vaqt sarflasin. Demak, bu ventilyatorning davri 0,2 soniyaga teng ekan. Yokida yer sharini olaylik. Yer shari o'z o'qi atrofida aylanish uchun 24 soat vaqt sarflaydi. Demak, yer sharining o'z o'qi atrofida aylanish davri 24 soatga teng ekan. Davrimizni biz katta T harfi bilan belgilaymiz va birligi sekundlarda o'lchaymiz. Yokida, masalan, kitobni olaylik. Oddiy masalan, hayotiy misol ko'radigan bo'lsak, kitobimiz masalan bir marta to'liq aylanish uchun 3 soniya vaqt sarflayotgan bo'lsa, buning kitobimizning davri 3 soniyaga teng ekan. Endi keyingi tushunchamiz haqida gaplashamiz. Keyingi tushunchamiz chastota tushunchasi. Chastota deb nimaga aytiladi? Aylanish chastotasi va chastota deb birlik vaqt ichidagi aylanishlar soniga aytiladi. Ta'rif jihatdan shu tarixga yozib olishingiz mumkin. Hayotiy sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, bir soniyada necha marta aylanyapti? Tushunarli? Masalan, jism bir soniyada necha marta aylanayotganini tavsiflovchi kattalik bu chastota hisoblanadi. Chastotamizni biz mu harfi bilan belgilaymiz va uning birligini gerslarda o'lchaymiz. Gers nima? Gers bu bir soniyadagi bir marta aylanish. Ya'ni bir soniyada bir marta aylansa 1 gers bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, chastotamizning formulasi quyidagicha yoziladi. Nu barobar n taqsim t. Davrimizning formulasi esa quyidagicha yoziladi. katta T barobar T taqsim n. Bu formulalarga qaraydigan bo'lsangiz, juda bir o'xshashlikni topishingiz mumkin. Ya'ni chastota bilan davr teskari kattaliklar ekan. Ya'ni quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Davr barobar 1 taqsim nu ga teng ekan. Misol uchun, bir jismning aylanish davri 0,5 sekund bo'lsa, demak katta T barobar 0,5 sekund. Unda chastotasi qanday topiladi? Chastotamizni 1 taqsim davr bilan topishimiz mumkin. Demak, bu jismimiz uchun chastota 1 taqsim 0,5 barobar 2 gers ekan. Demak, chastotasi 2 gers degani bu jismimiz 1 soniyada 2 marta aylanyapti ekan. Tushunarlimi? Ana endi chastota va davrni chiziqli tezlik bilan bog'laylik. Agar jism bir marta to'liq aylanadigan bo'lsa, aylananing uzunligiga teng bo'lgan masofani bosib o'tadi. To'g'rimi? Demak, bizda aylananing uzunligi matematika fanida ma'lum L barobar 2πr formula bilan topiladi. Bizda tezlik tarifi qanday edi? Birlik vaqt ichida bosib o'tilgan masofa edi, ya'ni v barobar s taqsim t. Bu yerdagi bosib o'tilgan masofamiz aylana uzunligiga teng, ya'ni 2πr ga teng. Formulaga qo'yadigan bo'lsak, v barobar 2πr taqsim t ekan. T ga agar biz katta T qilib davrni oladigan bo'lsak, formulamiz v barobar 2πr taqsim davrga teng bo'lar ekan. Ya'ni davr bilan tezlik, chiziqli tezligimizning bog'lanishi quyidagicha bo'ladi. Agar 1 taqsim davrning o'rniga chastota qo'yadigan bo'lsak, formulamiz v barobar 2πr nu ga teng bo'lar ekan. Bundan qanday xulosa chiqaramiz? Agar aylanish chastotasi katta bo'ladigan bo'lsa, chiziqli tezligimiz ham oshar ekan. Tushunarlimi? Ana endi burchakli tezlik bilan bog'lab ko'raylik. Burchakli tezligimiz qanday edi? 2π taqsim t edi, to'g'rimi? Bu yerga agar t ning o'rniga davr qo'yadigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishga keladi. 2π taqsim katta T omegamiz. Bundan tashqari agar chastota bilan belgilaydigan bo'lsak, omega barobar 2π nu bo'ladi. Bu yerda ham agar chastota ortadigan bo'lsa, burchakli tezligimiz ortar ekan. Demak, biz hozir davr va chastota tushunchalari bilan tanishib o'tdik. Endi esa uzatmalar haqida gaplashamiz. Keling, dastavval bir hayotiy misol haqida gaplashib o'taylik. Bilamizki, hammamiz velosipedda hayotimizda ko'rganmiz, oldi va orqa ballonlari o'zaro teng hisoblanadi.
Lekin doimo shunday bo'lganmi? Aslo yo'q. 19-asr boshlarida ilk velosipedlarni ko'radigan bo'lsak, orqa balonimiz, ya'ni g'ildiragimiz kichikroq, oldi g'ildiragimiz esa kattaroq hisoblangan. Nima sababdan bunday ko'ringan? Sababi shundaki, pedal to'g'ridan-to'g'ri oldi g'ildirakka o'rnatilgan, ya'ni u paytda zanjirli uzatmalar hali ixtiro qilinmagan edi. Pedal oldi g'ildirakka o'rnatilgan, tezroq harakatlanish uchun esa oldi g'ildirakni kattalashtirishgan, orqa g'ildirakka nisbatan. Lekin bu juda xavfli hisoblangan, ya'ni balandlikdan yiqilishlar ko'p bo'lgan, undan jarohat olishlar ko'p bo'lgan. Shuni hisobiga muhandislar yangi yechim o'ylab topishdi, ya'ni bir g'ildirakning aylanishini boshqasiga uzatish yo'lini topishdi. Buni uzatmalar orqali amalga oshirishdi. Demak, uzatma deb aylanish harakatini bir mexanizmdan boshqa biriga o'tkazuvchi mexanizmga aytiladi. Tushunarliki, masalan, bir g'ildiragimiz aylanyapti, ikkinchi g'ildiragimizga shu aylanishni uzatib beradigan narsa uzatma deyiladi. Uzatmalarimiz asosan 3 turga bo'linadi. Bular friksion uzatma, zanjirli uzatma hamda tishli uzatmalar hisoblanadi. Dastavval friksion uzatmalar haqida gaplashamiz. Friksion uzatmalar qanday bo'ladi? Oddiy tushuntiradigan bo'lsak, ikkita g'ildirak bor, bir-biriga qattiq siqilgan, ya'ni bosilgan. Birinchisini aylantirsak, ikkinchisi ishqalanish tufayli ikkinchisi ham aylanadi. Bu yerda tekib turgan nuqtalar bir-biri bilan ya'ni sirpanmaganligi uchun bu ikkisining chiziqli tezliklari teng bo'ladi. Ya'ni bu birinchi g'ildiragimiz aylangani tezligi, aylanish tezligi, chiziqli tezligi ikkinchisiniki teng bo'ladi. Demak, yozadigan bo'lsak, formula jihatdan V1 barobar V2 bo'ladi. Ya'ni undan tashqari bizning chiziqli tezligimizni burchakli tezlikka bog'liqlik formulasi bor, to'g'rimi? V barobar omega R. Buni shu tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, tenglikka qo'yadigan bo'lsak, omega 1 RB barobar omega R2 ga teng bo'ladi. Keyingi uzatmamizning turi bu zanjirli uzatma hisoblanadi. Hayotiy oddiy misolimiz velosiped. Pedalni aylantiramiz. Oldagi katta charxning aylanish tezligi orqa charxga uzatiladi. Bu yerda ikkala charxning aylanish tezligi teng bo'ladi, ya'ni chiziqli tezligi teng bo'ladi bu yerda. Buning hisobiga formulamiz V1 barobar V2, omega 1 R1 barobar omega 2 R2 ga teng bo'ladi. Ya'ni xuddi friksion uzatmadagi kabi bir xil bo'ladi. Undan tashqari, velosiped misoldan tashqari, avtomobilda motordagi tasmali uzatma ham bunga misol bo'la oladi. Keyingi uzatma turimiz tishli uzatmalar hisoblanadi. Tishli uzatmalarga hayotiy misollar juda ko'p. Sodda qilib, mexanik soatlarni ko'rishimiz mumkin. Rasmini mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hop, tishli uzatmalardagi asosiy kattaliklar bular. Tishlarning soni hisoblanadi. Demak, formulamiz bu yerda ham chiziqli tezliklar teng bo'ladi. Ikkalasida ham bu yerda demak tezliklar tengligidan omega 1 Z1 barobar omega 2 Z2 bo'ladi. Bu yerda Z lar mos o'rinda tishlar soni hisoblanadi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, biz bu videomizda sizlar bilan davr, chastota tushunchalari bilan tanishib o'tdik. Undan tashqari, uzatmalar turlari, friksion, zanjirli, tishli uzatmalar haqida undagi misollarni ko'rib o'tdik va nimaga oldingi zamonda velosipedlarni oldi baloni katta bo'lgani haqida ham tushunchaga ega bo'ldingiz. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, izoh yozing, videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha